Tug'ilish va dastlabki xotiralar. Sen tug'ilasan, quruq cho'l shamoli kigiz chodirni tebratadi. Otlarning uzoqdan kishnashi aniq eshitilib turadi. Keshning quruq havosi o'pkangni to'ldiradi. Onangning issiq qo'llari seni ehtiyotkorlik bilan quchoqlab oladi. İlk bor ko'zingni ochganingda tutun qoraytirgan yog'och ustunlarni va uchqunlarni sekin ko'ra boshlaysan. Otang qora oniksdan yasalgan shaxmat donasini murg'ak kaftingga tutqazadi. Toshning harorati yuzingga uriladi. Kichik tosh butun umrlik hamrohingga aylanadi. Barmoqlaring uni siqib tunda chuqur uyquga ketadi. Bolalik va shakllanish. 5 yoshdasan. Hovlidagi tuproq ustida yog'och tayoqchalar bilan otlarning hujum chizig'ini soatlab chizasan. Otangning jangchilari hayrat bilan qaraydi. Temir sovutlarning og'ir hidi burningda uzoq saqlanib qoladi. Dasht quyoshi yuzingni kuydiradi. Yalang oyoq yugurganingda tikanlar tovonni chaqadi. Yig'lamay, doim oldinga intilasan. Birinchi marta otga minganingda egar charmining teksturasi oyoqlaringga botadi. Shamol sochlaringni ortga tortadi. Keshning tor ko'chalarda yugurganingda atrofingdagi odamlarning ko'zlaridagi qo'rquv va umidsizlikni yurakdan tuya boshlaysan. Movaron nahr tarqoq. Mo'g'ul bosqinchilari uylarni yondiradi. Havoda doim qon va tutab yotgan yog'och hidi. Qora shaxmat donasini kaftingda aylantirasan. Aql bilan bepayon dunyoni boshqarish mumkinligini o'sha onda tushunasan. Tunlari yulduzlarga qarab uzoq yotasan. Ular kelajakdagi ulkan va qonli yurishlarni aytayotgandek tuyulib ketadi. 12 yoshdasan. Haqiqiy qilichni birinchi bor qo'lingga olasan. Sovuq temir kaftingni tez muzlatadi. Otang sabrni o'rgatadi. Otlarning ter hidi va isiriq tutuni kundalik muhitingning asosiga aylanadi. O'smirlik va birinchi sinov. Yigitlik yoshiga yetding. Bo'ying o'sgan, yelkang kengaygan, yurtning qaramligi qalbingni har kuni kemirib azoblaydi. Birinchi jangga kirasan. Qilichlarning to'qnashishidan chiqqan jarang quloqlaringni kar qiladi. Qon ta'mi keladi. Dushmanning zarbasi o'ng qo'ling va oyog'ingni parchalaydi. Suyaklarning qisirlagan ovozi vujudingni zirqiratib yuboradi. Oqsoq bo'lib qolding. Og'riq kechalari uxlatmaydi. Bu jarohat metin ichki irodangni 1000 bor kuchaytiradi. Odamlar orqangdan pichirlaydi. Ularning rahm aralash qarashlari g'ururingni to'ptaydi. Jag'ingni siqib oldinga qat'iy boqasan. Singling Shirinbeka yara bog'laydi. Uning issiq yoshlari qotib qolgan qon ustiga ohista tomib tushadi. Endi faqat tana bilan emas, balki sovuq aql va strategiya bilan mardonavor kurashasan. Tog'larda yashirinib yurasan. Sovuq tunlarda gulxan harorati va qora shaxmat donasi doim hamrohingdir. Amir Husayn bilan ittifoq tuzasan. Kosada qimiz ichayotganda uning ko'zlaridagi yashirin makkorlikni ilg'ab olasan. Samarqand ozod etiladi. Xalq qashshoq, shahar devorlari qulagan, issiq yoz shamoli yuzingga uriladi. Buyuk g'oya tug'ilishi. Balx shahrida qadimiy taxtga o'tirasan. Sovuq marmar pol og'ir qadamlaringdan jaranglab doim ovoz beradi. Buyuk Turonni yagona musht qilib birlashtirish orzusi miyangda olovdek yonadi.
undan qochish imkoni yo'q. Sodiq amirlar ta'zim qiladi. Og'ir ipak chopon yelkangni bosadi. Hokimiyatning sovuq yuki rasman boshlanadi. Hech qachon o'zingni xon deb atamaysan. Ehtiyotkorlik bilan amir degan oddiy unvonni mahkam ushlaysan. Tunlari xaritaga termulasan. Qalamning qog'ozdagi shitirlashi jimlikni buzadi. Ko'zlaring atrofida nozik ajinlar paydo bo'ladi. Tayyorgarlik va kurash. Armiyani qayta tuzasan. O'nlik va yuzlik tizimini o'rnatib, temir intizomni butun qo'shinga joriy etasan. Askar va otlarning cheksiz qatorlari dashtni titratadi. Temir qalqonlarning quyoshda chaqnashi ko'zni qamashtirib yuboradi. 10 yillab tinimsiz urushasan. Sirdaryo qumlari yuzingni yirtadi, qish oqshomlari qoningni muzlatib qo'yadi. To'xtamish yordam so'rab keladi. Titrayotgan qo'llarini ko'rib rahm qilasan, unga oq o'rda taxtini berasiz. Sodiqlik qasam yodi ichiladi. Siyosatning murakkab hidi saroyning qimmatbaho atirlari orasidan doimo islanib kelib turadi. Uzoqdan ko'k gumbazlar qurilishi boshlanadi. Yangi pishgan g'ishtning issiq va o'tkir hidi shaharni qoplaydi. Nabirang Muhammad Sulton tug'iladi. Uning murg'ak barmoqlari qadoq qo'llarini mahkam va issiq ushlab oladi. Kichkina chaqaloqning musaffo kulgisi tosh yuragingni eritadi. Uning murg'ak ko'zlarida cheksiz yorug' kelajakni ko'rasan. Muhammad Sulton tez o'lg'ayadi. U yagona yorug'lik nuring va davlatingning eng ishonchli yosh ustunidir. Xuroson yurishi boshlanadi. Issiq sahro havosi nafasni bo'g'adi. Minglab askarlar suvsirab chanqoqdan azob chekadi. Amirlarning sotqinligi ko'ksinga pichoq sanchgandek og'riydi. Ko'zlaring atrofida qora doiralar kundan kunga qalinlashib boradi. Odamlar seni zolim deb ataydi. Yagona kuchli davlat bilangina uzoq tinchlik bo'lishini o'zing bilasan. Kechalari yolg'iz o'tirib, qora shaxmat toshini silaysan. Uning silliq yuzasi otangni darhol eslatib turadi. Zirqiragan chandiq yomg'irli kunlarda chidab bo'lmas darajada og'riydi. Tabiblar dori surtadi. Jim chidab o'tirasan. Har bir qadamda o'lim islari. Muhammad Sultonning mag'rur tabassumi har gal senga madad beradi. Buyuk imkoniyat keladi. Oltin o'rda parchalana boshlaydi. To'xtamish xiyonat qilib Movaroun nahrga bostirib kiradi. Chegara shaharlar yondirib yuboriladi. Bu g'azab zo'r imkoniyatni beradi. Bepayon Shimoliy imperiyani birato'la yakunlash vaqti nihoyat kelib yetdi. Asqardek qo'shin bilan Qipchoq dashtiga yo'l olasan. Yozning qizdiruvchi jaziramasi ot tuyoqlari changini ko'taradi. Qunduzcha daryosi bo'yida turibsan. Dushmanning son sanoqsiz qatorlari va nog'oralari uzoqdan gumburlab vahimali eshitilib turadi. Muhammad Sulton yoningda ot ustida mag'rur turibdi. Uning yosh va qat'iy yuzi quyoshda porlaydi. Buyuk sinov va axloqiy chorraha. Qunduzcha jangi boshlanadi. Yoy o'qlari yomg'irdek yog'adi. Pishqirgan otlarning ter hidi quruq tuproqqa aralashadi. Asosiy qanot yorib o'tiladi. Yuraging bir soniya to'xtaydi. Jangga shaxsan aralashishga mutlaqo majbur bo'lasan. Dubulg'ing ostidan ter ko'zingga quyiladi. Og'ir qilichni silkitib, dushman saflarini o'z qo'ling bilan yorasan. G'alaba qozonasan. To'xtamish qochadi. Minglab o'z askarlaringning jasadlari issiqdan qovjiragan quruq yerda to'planib yotibdi. Keyin Forsni bo'ysundirish boshlanadi. Isfahon qamalida tosh otuvchi manjaniqlarning gumburlashi tunlari mutlaqo to'xtamay davom etadi. Odamlar isyon ko'taradi.
Tinchlik haqidagi taklifingni rad etib, elchilaringni shafqatsizlarcha darhol o'ldirib yuborishga jur'at etishadi. Isfahon ostonasida turibsan. Chang shamoli choponingni xilpiratadi. Yuzingda hech qanday rahim shafqat tuyg'usi qolmagan edi. Shaharni vayron qilasan, g'alaba qozonasan. Tarix seni mislsiz jallod sifatida abadiy la'natlashi aniq bo'lib qoladi. Shafqat ko'rsatasan. Boshqa shaharlar buni zaiflik deb qabul qiladi va imperiya zudlik bilan parchalana boshlaydi. Qora shaxmat toshi kaftingda qiziydi. Ko'zlaringni yumsang, nafas olishing og'irlashib, ko'ksing simillab qisilib kelaveradi. Qo'lingni pastga tushirasan, jim ishora qilasan. Qo'shin ochiq darvozadan vahimali jangovar qichqiriqlar bilan shaharga kiradi. Kalla minoralari tiklanadi. Qonning achchiq hidi oylab ketmaydi. Chodiringda og'ir va kimsasiz sukunatga cho'kasan. Bu qaror seni abadiy o'zgartiradi. Qadrdon do'stlaring senga faqat hurmat va jim qo'rquv bilan qaraydi. Hindiston yurishiga otlanasan. Tropik havo o'pkani kuydiradi. Fillarning o'tkir na'rasi otlarni vahimaga solib qochiradi. Dehli jangi. Fillarga qarshi tuya va yonuvchi naftandozlardan yasalgan olovli qurolning yakuniy g'alaba olib keladi. Boyliklar ortilgan minglab karvonlar poytaxtga qarab yo'l oladi. Qalbingda tushunarsiz bir g'alati bo'shliq hosil bo'ladi. Bayozid Yildirim xat yozadi. Xatning qalin qog'ozini g'azab bilan g'ijimlab yirtib tashlab yuborasan. Anqara jangi, jazirama yoz, suvsizlik dushmanni yengadi. Dohiy taktikang butun Usmoniylarni tizza cho'ktirib parchalab qo'yadi. Bayozid asir olinadi. U yopiq taxtiravonda hurmat bilan olib yuriladi. Uning yuzidagi tushkunlikni ko'rib turibsan. Ulkan imperiyalar oyoqlaring ostida yotibdi. Elchilar qo'rquv aralash qimmatbaho sovg'alar va hokisor xatlar taqdim etishadi. Soxta cho'qqi. Samarqandga qaytasan, shahar olmosdek porlaydi. Yangi qurilgan madrasalarning koshinlari quyoshda qamashib, ko'zni doim quvontiradi. Muhammad Sulton general sifatida yoningda o'tiradi. Uning kulgisi saroyning keng zallarida baland jaranglab tarqaladi. Qora shaxmat toshi endi biroz qirilgan, uni nabirangning issiq kaftiga ohista va ishonch bilan qo'yasan. Bobo va nabira shaxmat o'ynaysizlar. Uzum sharbatining shirin ta'mi va tinchlik havosi asablarni butunlay bo'shashtiradi. Umringda birinchi marta o'zingni xotirjam his qilasan. Barcha cheksiz qurbonliklar aynan shuning uchun qilingan edi. Nevarang boshlagan ishingni ishonch bilan davom ettiradi. Tunda og'rigan oyog'ing ham umuman sezilmay qoladi. Bog'i demkushoda sokin sayr qilasan. Atirgul hidi va favvora suvi charchagan ruhingga uzoq orom beradi. Tusatdan zarba. Kichik Osiyodan sovuq xabar keladi. Xabarchi tiz cho'kkancha qaltiraydi, atrofda mutlaqo o'lik jimlik cho'kib qoladi. Muhammad Sulton bedavo kasallikka chalingan. Yagona umiding va vorising uzoq yurtda yolg'iz jon berib yotibdi. Yuragingga hanjar tiqilgandek bo'ladi. Nafas ololmaysan, butun saroy aylanib ketayotgandek tuyulib, ko'zing tez tinib ketadi. Tezda yo'lga chiqasan, kechikkansan. Uning jonsiz tanasini olib kelishadi. Yuzidagi kulgi mangu muzlab qotib qolgan. Kaftingdagi qora shaxmat toshi yerga tushib ketadi. Ikkiga bo'linib parchalangan ovozi uzoq sukunatni dahshatli buzadi. Yengilmas podshoh o'z nabirasining jasadiga qarab qotib qoladi. Tomog'ingga tiqilgan faryod ovozsiz bo'g'iq ingrashga aylanadi. Inqiroz va qayta tug'ilish. Qorong'u xonaga qamalib olasan. Taom tatimaydi. Yorug'lik ko'zni og'ritadi. Alamli va achchiq yoshlar to'kib yig'laysan.
barcha zafarlar, boyliklar va qonlar bir tiyinlik qadrga ega emasligini endi aniq tushunib anglab yetasan. Yaratgandan faqat bitta narsa o'lim so'raysan. Sovuq ter bosadi, aqldan ozish arafasida uzoq, jimgina yotasan. Ko'chadan askarlarning qadam tovushi eshitiladi. Bu ulkan bepoyon imperiya sensiz bir kunda to'liq qulab tushadi. Yelkangdagi mislsiz yuk yana seni yerga bosadi. Singan shaxmat toshining bir bo'lagini qonli kaftingga alasan. Sekin o'rningdan turasan. Yuzing toshdek qotgan. Yarador qalbida zarracha ham insoniy yorug'lik umuman qolmagan edi. So'nggi faoliyat va meros. Go'ri Amir maqbarasini tez qurdirasan. Sovuq marmar toshlar eng nam hidi o'z qabringni har kuni eslatadi. Vaqt daryodek oqadi. Sochlaring oppoq qor kabi oqardi. Yuzingdagi ajillar butun tarixning qonli chiziqlariga o'xshaydi. Xitoyga qarshi so'nggi yurishni boshlaysan. Asosiy maqsad o'lja emas, dardni urush orqali butunlay unutib yuborish. O'tror shahriga yetib kelasan. Qishning qahraton sovug'ir qari suyaklaringni teshib o'tib, nafasni butunlay to'xtatib qo'yadi. Chodiringda yotibsan. Tashqarida bo'ron uvillaydi. Istima butun tanangni olov kabi yondirib, qaltiratib qattiq azob beradi. O'lim yaqinligini bilasan. Atrofdagi amirlarning yuzidagi xavotir va kelajak uchun qo'rquvni ochiqcha ko'rib, indamay yotibsan. So'nggi kunlar va vafot. Barmoqlaring endi itoat etmaydi. Sovuq va sekin harakatlanadi. Oxirgi nafas tomog'ingda og'ir tiqilib qolishni boshlaydi. Tana o'z og'irligini butunlay yo'qotadi. Singan qora shaxmat toshi muzlagan barmoqlaring orasidan pastga sekin sirpanadi. Xayolingda sokin bog'lar, qon va uruslarsiz osuvda tinch dunyo va nabirangning samimiy tabassumi yana paydo bo'ladi. Biror narsani uzoq tutib turganingni his qilasan. O'sha og'ir yukni mangu qo'yib yuborish vaqti nihoyat keldi. Ko'zlaring ohista yopiladi, xonadagi sham alangasi pir-pirab o'chadi, imperatorning qonli hikoyasi mangu sukunatga abadiy cho'kadi. Ushbu tarixni ulashing. Agar tarixning haqiqiy yuzini ko'rmoqchi bo'lsangiz, bizni kuzatishda davom eting.